Mirabatskiy rayon Qo'yliq massiv birdamiz. Mendan birinchi etajdan 3 xonali yaxshi remont mebel texnikasi bilan budjetli uy so'raganlar bormidi. Suhbat qilib qolinglar. Siz uchun xizmatdamiz. Podpiska tashab, podeshka qilib turish esdan chiqmasin. Xo'p, bizdan shunday chiqib kelganinglarda, yo'lni yuzda, magazinlar, yashash uchun hamma shart-sharoitimizda bor. Lokatsiya vaqtincha zo'r. Tushuntirib o'taman. Farg'ona yo'lidan kirib kelganinglarda, birinchi massiv Hayot gostinitsi orientir bo'ladi. Bu yoqdan shunday chiqib borganimizda 8-metro bekati, Kardin kelgan 5 minutlik yo'l. Lokatsiya vashcha zo'r joyda joylashgan. Uyimizdan oldi ko'rsanglar bo'ladi, 85-bog'cha, oldi 208-maktab. Uyimizdan shunday chiqqanimizda 1 minutlik yo'l bo'ladi. Uyga kirib kelishda yaxshi ishlar qo'yib qo'yishdi. Bismillahirrohmanirrohim. Tualet vannasi razdelniy. Uyimizdan remontlari yangi. Hali hech kim yashamagan. Shunday kirib yashasanglar bo'ladi. Bemalol. Hamma ko'rib turgan mebel texnikamizda qoladi. 3 xona. 64 kvadrat. Hamma mebel texnikamizda qoladi. Bundan tashqari balkonimizni 1/3. Uyimizni mana bunaqa agroti ham bor. Undan tashqari podvolimiz ham bor. Shunda balkon tegidi.